Baxtiyor aka, oyini boshiga ursa sen qarab turasan. Dorini kayfida yurdim-da. Keyin uni qizi bilan rasmga tushishingiz kerak. Uyini manzilini, kalitni qayerda? Azizim xonasida nima yozibsiz? To'ying? Daligini hammasini aytaman. Yaxshi. Qancha berasiz? 1000. 1000? Bitta boshingizga hozir chiqaman. Ha, hozir chiq. Hozir chiq. Chiqaman. Xo'pmi? Menga birovning uyiga borib kiraman. Yaxshi. Sen bilan kayfda edik, oying bolitsaga tushgan. Qanaqa qilib men uraman oying? Tegiga yetaman baribir. Nech pul bering? 5000 beraman, bo'ladimi? Qo'rqma. Men turibman-ku. Xo'p. Hozir sen ayt. Hozir boraman. Bo'ldi. Men bilan nima deysiz aka? Men bu rasmlarga nima deysiz? Shoshmay oldin. Choy-poy ichib oling. Qorinni to'yg'izaylik. Yaqinroq tanishaylik. Mayli. Bu kecha toqqa bormayman deb bekorga aytmagan ekanda. Xush kelibsiz aziz tomoshabinlar. 142-qism ham nihoyat yetib keldi va u hech kimni hafsalasini pir qilmadi. Drama aynan to'xtagan joydan davom etdi va ayta olamanki, keskinlik yana ham oshdi. Agar oldingi qismni shiddatli deb o'ylagan bo'lsangiz, endi nima bo'lganini eshiting. Keling, avvalo Ranodan boshlaylik. Uydan haydalgach, u bog'chadan kichkina Xadichani olishga ketdi. Lekin mana shu yerda ishlar juda xavfli tus oldi. Qizi bilan ketayotganida o'sha Xadicha bilan suratga tushgan odam yana paydo bo'ldi. Bu gal u qizchani Ranoning qo'lidan tortib olmoqchi bo'ldi. Tasavvur qila olasizmi? Bu qanday dahshat? Rano bor kuchi bilan kurashdi, yordam so'rab baqirdi va xudoga shukr, atrofdagilar yurib kelishdi. Odam qochishga majbur bo'ldi, lekin Rano endi qo'rqib ketdi. U bularning ortida Azim turganini biladi va u qanchalik uzoqqa borishi mumkinligini endi tushunib yetdi. U Xadichani olib Samarqanddagi dugonasinikiga yashirinib ketdi. Endi u hech qachon xavfsiz bo'lishini bilmaydi. Endi esa shaharga qaytaylik. Aziz voqealarni bir-biriga sola boshladi. Rano ketganidan keyin unga nimadir noto'g'ri tuyuldi. U kichkina Xadicha bilan gaplashib, suratdagi odam haqida muloyimlik bilan so'radi. Qizi begunohligicha hamma narsani aytib berdi. Bir amaki kelganini, buvisining dugonasi ekanligini aytib, suratga tushganini gapirdi. Azizning qoni qotib qoldi. Bu uyushtirilgan tuzoq ekanligini va ortida o'z ukasi Azim turganini tushundi. U Azimni oldiga borib, yuzma-yuz kelishdi. Birinchi marta Azim o'zini yo'qotganini ko'rdik. Aka-uka o'rtasida katta janjal bo'ldi. Aziz politsiyaga borish bilan qo'rqitdi. Ammo Azim ilondek shunchaki kulib qo'ydi va hech kim Azizga ishonmasligini aytdi. Chunki surat uning o'z yotoqxonasida, uning xotinidan olingan edi. Ayni paytda Ranoning boshqa muammosi ham haligacha osilib turibdi. Baxtiyor Ranoning ayblovlaridan keyin chora ko'rishga qaror qildi. U Ranoning onasining oldiga borib, qizingiz beqaror, yana giyohvand moddalar iste'mol qilyapti va sizni o'zi urgan deb gapirdi. Ranoning onasi hali zaif va tuzalayotgan bo'lsa-da, unga ishondi. Rano onasiga qo'ng'iroq qilganda, onasi uni so'kib, boshqa qo'ng'iroq qilmasin va senga o'xshagan qizim borligidan uyalaman deb baqirdi. Rano butunlay vayron bo'ldi. U erining oilasini yo'qotdi. Endi esa o'z onasini ham yo'qotdi. Boshqa bir tomonda Barnoning hikoyasi qiziq burilish yasadi. Jasur uni o'sha kech qadar ochiq bo'lgan hashamatli joyga olib bordi. Avvaliga hammasi romantik edi. Ular raqsga tushishdi, kulishdi va bir lahzaga Barno o'zini malikadek his qildi. Lekin o'sha kechasi uyga qaytishganda Jasurning telefoni tinmay signal berardi. U yashirishga urindi, lekin Barno Lola ismli ayoldan kelgan xabarni ko'rib qoldi. Kim deb so'raganida Jasur darhol mudofaaga o'tib, shunchaki ish joyidagi hamkasbi deb javob berdi. Barno hozircha bunga e'tibor bermadi, lekin uning ko'zlarida shubha paydo bo'lganini sezishingiz mumkin edi. Jasur haqiqatdan ham o'zi ko'rsatmoqchi bo'lgan sodiq er ekanmi? Va nihoyat Azim hali tugamadi. Qismning eng oxirida biz uning yana qo'ng'iroq qilayotganini ko'ramiz. U suhbatdoshiga reja muvaffaqiyatsizlikka uchraganini, lekin bu yaxshi, chunki uning yangi g'oyasi borligini aytadi. U shunday deydi: agar bolasi orqali yeta olmasak, u hali ham ishonadigan yagona odam orqali yetamiz. Ekran qorayadi va biz bu odam kim ekanligi haqida o'ylab qolamiz. Bu Azizmi? Murodmi?
yoki biz o'ylamagan boshqa birovmi? 142-qism qochishlar, yurakni ezuvchi xiyonatlar va yangi sirlarga to'la edi. Ra'no qochoqda va butunlay yolg'iz. Aziz haqiqatni biladi, lekin isbotlay olmaydi. Barnoning ertakdagi turmushi birinchi dars ketdi va Azim navbatdagi rejasini tuzish bilan band. Sizningcha keyingi qismda nima bo'ladi? Ra'no hali ham ishonadigan odam kim? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va 143-qismni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Keyingi uchrashuvgacha xayr. Xush kelibsiz aziz tomoshabinlar. 142-qism ham nihoyat yetib keldi va u hech kimni hafsalasini pir qilmadi. Drama aynan to'xtagan joydan davom etdi va ayta olamanki, keskinlik yana ham oshdi. Agar oldingi qismni shiddatli deb o'ylagan bo'lsangiz, endi nima bo'lganini eshiting. Keling avvalo Ra'nodan boshlaylik. Uydan haydargach, u bog'chadan kichkina Xadichani olishga ketdi. Lekin mana shu yerda ishlar juda xavfli tus oldi. Qizi bilan ketayotganida o'sha Xadicha bilan suratga tushgan odam yana paydo bo'ldi. Bu gal u qizchani Ra'noning qo'lidan tortib olmoqchi bo'ldi. Tasavvur qila olasizmi? Bu qanday dahshat? Ra'no bor kuchi bilan kurashdi, yordam so'rab baqirdi va Xudoga shukr, atrofdagilar yugurib kelishdi. Odam qochishga majbur bo'ldi, lekin Ra'no endi qo'rqib ketdi. U bularning ortida Azim turganini biladi va u qanchalik uzoqqa borishi mumkinligini endi tushunib yetdi. U Xadichani olib Samarqanddagi dugonasinikiga yashirinib ketdi. Endi u hech qachon xavfsiz bo'lishini bilmaydi. Endi esa shaharga qaytaylik. Aziz voqealarni bir-biriga sola boshladi. Ra'no ketganidan keyin unga nimadir noto'g'ri tuyuldi. U kichkina Xadicha bilan gaplashib, suratdagi odam haqida muloyimlik bilan so'radi. Qizi begunohligicha hamma narsani aytib berdi. Bir amaki kelganini, buvisining dugonasi ekanligini aytib, suratga tushganini gapirdi. Azizning qoni qotib qoldi. Bu uyushtirilgan tuzoq ekanligini va ortida o'z ukasi Azim turganini tushundi. U Azimning oldiga borib yuzma-yuz kelishdi. Birinchi marta Azim o'zini yo'qotganini ko'rdik. Aka-uka o'rtasida katta janjal bo'ldi. Aziz politsiyaga borish bilan qo'rqitdi. Ammo Azim ilondek shunchaki kulib qo'ydi va hech kim Azizga ishonmasligini aytdi. Chunki surat uning o'z yotoqxonasida uning xotinidan olingan edi. Ayni paytda Ra'noning boshqa muammosi ham haligacha osilib turibdi. Baxtiyor Ra'noning ayblovlaridan keyin chora ko'rishga qaror qildi. U Ra'noning onasining oldiga borib, qizingiz beqaror, yana giyohvand moddalar iste'mol qilyapti va sizni o'zi urgan deb gapirdi. Ra'noning onasi hali zaif va tuzalayotgan bo'lsa-da, unga ishondi. Ra'no onasiga qo'ng'iroq qilganda, onasi uni so'kib, boshqa qo'ng'iroq qilmasin va senga o'xshagan qizim borligidan uyalaman deb baqirdi. Ra'no butunlay vayron bo'ldi. U erining oilasini yo'qotdi. Endi esa o'z onasini ham yo'qotdi. Boshqa bir tomonda Barnoning hikoyasi qiziq burilish yasadi. Jasur uni o'sha kech qadar ochiq bo'lgan hashamatli joyga olib bordi. Avvaliga hammasi romantik edi. Ular raqsga tushishdi, kulishdi va bir lahzaga Barno o'zini malikadek his qildi. Lekin o'sha kechasi uyga qaytishganda Jasurning telefoni tinmay signal berardi. U yashirishga urindi, lekin Barno Lola ismli ayoldan kelgan xabarni ko'rib qoldi. Kim deb so'raganida Jasur darhol mudofaaga o'tib, shunchaki ish joyidagi hamkasbi deb javob berdi. Barno hozircha bunga e'tibor bermadi, lekin uning ko'zlarida shubha paydo bo'lganini sezishingiz mumkin edi. Jasur haqiqatdan ham o'zi ko'rsatmoqchi bo'lgan sodiq er ekanmi? Va nihoyat Azim hali tugamadi. Qismning eng oxirida biz uning yana qo'ng'iroq qilayotganini ko'ramiz. U suhbatdoshiga reja muvaffaqiyatsizlikka uchraganini, lekin bu yaxshi, chunki uning yangi g'oyasi borligini aytadi. U shunday deydi: agar bolasi orqali yeta olmasak, u hali ham ishonadigan yagona odam orqali yetamiz. Ekran qorayadi va biz bu odam kim ekanligi haqida o'ylab qolamiz. Bu Azizmi, Murodmi yoki biz o'ylamagan boshqa birovmi? 142-qism qochishlar, yurakni ezuvchi xiyonatlar va yangi sirlarga to'la edi. Ra'no qochoqda va butunlay yolg'iz. Aziz haqiqatni biladi, lekin isbotlay olmaydi. Barnoning ertakdagi turmushi birinchi dars ketdi va Azim navbatdagi rejasini tuzish bilan band. Sizningcha keyingi qismda nima bo'ladi? Ra'no hali ham ishonadigan odam kim? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va 143-qismni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Keyingi uchrashuvgacha xayr.
u va Sanjar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun bir qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. Bo'lishni boshqarish haqida diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila
ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z so'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetishni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi.